Rassomtuz hikoyalari. Kechir amma. 12-qism. Vasmyorka. Holli $50,000 qayerda va qanday olinishi haqida qora telefondagi robot opa aytgan batafsil instruksiyani iPhone'iga yozdirib oldi. Ertalab soat 9larga yetmay, o'zi sohib bo'lgan mo'ykaga borgan Hollining mashinasi oldiga yugurib kelgan mo'yshik. Holli ularni yuvuvchi derdi, eshikni ochib, "Xo'jayin, mashinangizni yuvib qo'yaymi?" dedi. "Men senga necha marta aytdim, xo'jayin demagin deb. Itning xo'jayini bo'ladi, sigir, buqa, tona, qo'y, echkining egasi bo'ladi. Holli Quvondikovich deyishga tiling aylanmasa ustoz degin bacham. Ustoz otangdan ulug'." Holli ertalab kelib mashina yuvdirayotgan klientlar bilan ko'rishib chaqchaqlashgach, boksga yopishtirib qurilgan oynavand xonaga o'tdi. Juhud hojidan qolgan bu kabinet yaqinda remontdan chiqqan edi. Kabinetdagi monitorlarda mo'ykadagi 9 ta video kamera uzatgan tasvirlar ko'rinib turardi. Eshik taqillab, boyagi bola qo'lida patnis bilan kirdi. "Xo'jayin, kechirasiz, ustoz, choy olib keluvdim." Patnisda bir choynak achchiq damlangan Alisa qora choy, taqsimchada novvot va og'zi yopiq kichik xrustal bir idish bor edi. Yana ustiga Hollining rasmi tushirilgan chinni finjon. Bu finjon Turkiyaning ATV kanalidan xos sovg'a edi. Holli xrustal idish qopqog'ini ochib, ichidan sariq qizg'ish mayda somonga o'xshash narsadan 4 tolani finjonga soldi. Keyin bir bo'lak novvotni ham solib, finjonga choy to'ldirdi. Oq to'ppili bola, "Ustoz, choyga solgan anov sariq narsangiz nima?" deb so'radi. "Ey yuvguchi bacham, bu zafaron degan narsa. Mening yoshimga yetsang bilasan buning nimaga zarurligini. Belga quvvat beradi, ko'zni ravshan qiladi. Lekin 4 doladan ko'proq choyga solib bo'lmaydi. Giperaktiv bo'lib, hangi eshakday ayollar ortidan yugurib qolasan." Bu gapni aytayotib, Holli soatiga qaradi. "Ulim, sen yuvg'ichilar yoniga bora qol. Yarim soatdan keyin seriya 08 Jiguli keladi, Vasmyorka. Dazmolga o'xshagan eski mashin. Sputnik Lada yozilgan ustiga. Shu mashin kelishi bilan egasini menga yo'lla. Smart Highway." Shundan keyin Holli finjondagi choydan ho'plab qo'lidagi telefonda BMW X6 haqidagi videorolikni 10 marta tomosha qila boshladi. BMW X6 mashinasi aqlli, Smart Highway yo'llar bilan robita qura olarkan. Dehqonobodcha qilib aytadigan bo'lsak, mashin yo'l bilan gaplashib ketarkan. Yo'ldan kelgan signal bo'yicha o'zi avtopilotda ham yuraverarkan. Smart Highway mashin kelishiga chirog'ini yoqarkan. Mashin zuv etib o'tib ketgach, chiroq o'charkan. Qattiq sovuqda yo'l isib, ustidagi qor yomg'ir erib ketarkan. Trassaning o'zi mashin shopiriga yo'lning ahvoli, probka va 30 kilometr naridagi holat, masalan, avariya haqida aytib turar ekan. Holli bu atrof jonibda Smart Highway yo'qligidan o'kindi. Turkiya, Qatar va Dubayda bor ekan. Qozoqlar Janubiy Koreya bilan birga Smart Highway qurmoqchi bo'lishgan-u, ammo o'g'ri mulozimlar pulni yeb tashab, oddiy asfalt yo'l to'shab qo'ya qolishgan. Holli har safar Dehqonobodga borib kelganidan keyin mashinasi 10 yilga qarib ketishini o'ylab ezildi. Qachon bizda odamlar ham yo'l qurishni o'rganar ekan? Mayli, aqlli yo'l damini olib tura qolsin. Oddiy o'nqir-cho'nqirsiz tekis yo'l. Axir yo'ldan hamma yuradi. Boy ham, kambag'al ham. Boylar vertolyotda uchmaydi-ku axir. $300 mashin. Eshik ochilib, yuvg'ichi bola bir kul rang kurtka kiygan ko'rimsiz odamni boshlab kirdi. "Ustoz, mana shu amaki Vasmyorkaning egasi." Holli kurtkalik odam oldiga borib ko'rishdi. Stulga o'tkazib, bir piyola choy berib gap boshladi. "Uka, endi baland minora ham birinchi g'ishtdan boshlanadi. Bizam bir paytlar velosipedda yurganmiz el qatori.
O'shanda Clio shim moda edi. Nuqul shim baloqi velosiped zanjiriga ilinib qolaverardi. Kir qistiradigan qisqich qistirib qo'yardim. O'sha paytda Krutoy bolalar 08 minardi. Men rosa orzu qilganman, vasmyorkam bo'lsa deb. To'g'ri, 2 eshikli bu mashindan ko'ra 06 ro'zg'orbob. Lekin odam yoshlikda Krutoy bratvaga taqlid qiladi. Xullas, yosh paytimda buni olishga qurbim yetmadi. Peshonamizga 90lardagi qahatchilik, alg'ov-dalg'ov davr yozilgan ekan. Yomon qiynaldim. Qorinni to'ydirish, bir-biridan non topish qayg'usida halakaning itiday 4 oyoqlab chopdim. Uzun davom etgan bu kirish so'zini jim eshitib o'tirgan kulrang kurtkali, ko'zlari salg'ilay, oriqqina odam qo'ldagi piyolani stolga qo'yib savol nazari bilan Holliga qaradi. Holli maqsadga ko'chdi. Mashinani Sergeli bozorda sotish uchun mo'ykaga olib kelibsiz. Bolalar aytdi. Shuni menga sotib qo'ya qoling. Mana sizga $200. Kulrang kurtkali nusxa nihoyat tilga kirib, "Aka, yana 100 qo'shing, shartda kaltni beraman" dedi. Holli kulib, 100 talik Benjamin kaldan yana bitta berib yo'g'ichi bolani chaqirdi. "Hayotulla, sen bu akani uyiga eltib qo'y. Mashin kaliti va dokumentlarni ol. Annaga aytsang, notarius qilib beradi." Kulrang kurtkali odam o'rnidan turib, egilib, qo'l uzatib, "Ming rahmat xo'jayin" devdi. Holli yana ertalabki gapni aytdi. "Xo'jayin qo'lda bo'ladi. Men sizga o'rtoq yoki hamshaharman. Choy ichasizmi yana? Yoki 50 ta quyib beraymi? Seyfda muhtaramning o'zi ichadigan yangi O'zbekiston degan aroq bor. Mayli, bolalarga aytaman, uni sumkaga solib sizga berishadi. Kennayim bilan kechqurun ichasiz. Kennayi bormi axir?" Mashinasini sotgan kurtkali nusxa chiqib ketgach, Holli o'ylanib qoldi. Bugun u umrida 4-marta mashina sotib olayotgan edi. Birinchi marta 1996-yili Qarshidagi Report degan idora spisat qilgan eski furgon Moskvichni tenderdan kimoshti qilib sotib olgandi. Kimoshtida Holli va uning yollagan qo'shnisi dohil bor yo'g'i 2 kishi qatnashgan edi. Oldindan kelishilgandek, qo'shni bola birinchi narx aytilganda qo'l ko'tarib, "Men olaman" dedi. Keyingi narx bo'yicha Holli qo'l ko'tardi. Boshqa xaridor bo'lmagani uchun mashin Holliga sotildi. Aslida bu mashin emas, bir uyum temir edi. Bir amallab 2 yil minilganidan keyin uni sotib, yoniga qo'shib qarz havola qilib Tiko oldi. Keyin bu Tiko Matizga aylandi. 2 yil oldin Matizni sotib kreditga yangi Nexia oluvdi. Mana bugun $300 08 oldi. Odatda burgut tepaga parvoz qilishdan oldin pastga sho'ng'iydi. Eski Jiguli yangi BMW olish kabi yuksak parvoz oldidan bir sho'ng'ish edi. Xuddi yerga urilgan koptok ko'kka uchgani kabi. Holli qo'ldagi iPhone tugmasini bosib, qora telefondagi robot opa aytgan instruksiyani qayta eshitdi. Shu payt yo'g'ichi bola kelib, stol ustiga 08 Jiguli kaliti va hujjatlarni qo'ydi. Pinhon nuqtaning siri. "Mashinani boksga olib kiringlar" dedi Holli va hujjatlarni ko'zdan kechirdi. 1984-yili Tolyatida ishlab chiqarilgan oldi tortadigan Sputnik Lada 08 o'z umrida 7 ta ega almashtirgan edi. Holli o'zi yaxshi ko'radigan hofiz Rahmatjon Qurbonovdan Fuzuliy g'azali qo'shiq qilingan satrlarni ichida aytib hovliga chiqdi. "Bu pinhon nuqtaning sirrida nogoh London so'r." Boksni ichidan berkitgan Holli qo'liga batareyali atverka olib, mashinaning 10 eshik ichki qismidagi uskunalar va dermantinli plastik qoplamani yechib oldi. Mashinaning kattagina eshik ichidagi bo'shliqda sko'chlab tashlangan, vaqt o'tib qorayib dud bosgan 2 ta paket turardi. Holli paketlarni olib, boks ichidagi temir stol ustiga qo'ydi. Mana kutilgan xazina.
Hozir 50 ming dollar egasi bo'laman degan fikrdan masrur Holli pichoq bilan sekin paketlardan birini ochdi. Paket ichidan ustiga fil rasmi tushirilgan sarg'ish norinj rang charm qopchiq chiqdi. Bir paytlar moda edi. Hindistondan olib kelib sotishardi. Filli qopchiq, tovusli jemper. Holli charm qopchiqni ochib, ichidagilarni stolga to'kdi. Qopchiq ichidan 4 dona sariq rangli tanga temir stol ustiga jiringlab tushdi. Holli bu tangalarni iPhone'iga suratga olib, kattalashtirib ko'rdi. Tanganing bir tarafida odam rasmi, yana bir tarafida esa 2 kallali burgut rasmi bor edi. Buyuk ehtimolda Nikolay podshoning oltin chervonlari edi. Otasi Quvondiqaga aytadigan qo'shiqni esladi. O'zi bir kichkina qiz kunda ilon o'ldiradi, qosh qoqib ko'zni suzib, oltin chervon undiradi. Demak oltin chervon degani shu. Holli ikkinchi paketni qo'liga oldi. Bu paket anchayin zalvorli edi. Holli avaylab paket ustidagi skochlarni kesdi. Paket ichida 1989-yil 19-avgust kuni chop qilingan Pravda gazetasiga o'ralgan bir dasta pul bor edi. Holli yam-yashil rangli puldan birini olib qaradi. 100 Deutsche marka. Dastada 20 ming marka bor edi. Holli bu boyliklarni ustiga Flip Plain deb yozilgan barsetka ichiga soldi. Bu barsetkani unga ATV kanali boshlovchisi Kenanbeyning o'zi hadya qilgan edi. Barsetka qayishini bo'ynidan o'tkazgan Holli uyga yo'l oldi. Xazinalar ovloqni sevadi. Begona ko'zlardan panada bo'lmoq joiz. Nozli. Dunyoda Google, Yandex va yana allambalo degan qidiruv sistemalari bor. Toshkentda tirikchilik qiladigan Holli uchun esa dehqonobodliklar degan qidiruv tizimi ham bor edi. Liboy soha bo'yicha ekspert mutaxassis dehqonobodliklar ichida bor. Masalan, 2000-yili muomaladan chiqarilgan Deutsche marka nimaga yaraydi? Qadr qimmati bormi? Yoki Tursunoy enaning oltin zayyomlari kabi tandirga tutantiriq qilishdan boshqaga yaramaydimi? Bu savolga Minfindagi Hardurilar sardori Jovli Botirovich aniq javob bera oladi. Xuddi shunday ham bo'ldi. Holliga Telegramdan darrov javob keldi. Germaniya Markaziy banki bu pullarni 2000-yilgi kurs bo'yicha almashtirib beradi. 100 markaga 50 yevro beradi. Lekin pullarni Germaniyaga olib borish kerak. Demak, Hollining qo'lidagi pul naqdlashga ketgan xarajatni olib tashlaganda kamida 10 ming dollar bo'ladi. Hollining otasi hisob-kitobni taxta-cho'tda qilardi. Agar otasi bo'lganda, taxtaromka ichidagi simga terilgan 10 ta yog'och tugmani barmog'i bilan bir chetga sharaq etib surib, 10 ming cho'ntakda derdi. Ammo qolgan 40 ming qani? 4 dona tanga 40 mingmi? Holli O'rikzor bozoriga Turkiyadan oltin taqinchoq keltirib sotadigan dehqonobodlik To'ylini esladi. G'irt mashinnik bo'lsa ham Holli bilan salomalikni quyuq qiladi. To'yli bilan gaplashishdan oldin qo'limda nima sarvat borligini o'zim ham bilib olishim kerak deya o'ylagan Holli Fanlar akademiyasi tarix institutida ishlaydigan beshbuloqlik Nozli Tuyg'unovna degan ayolga telefon qildi. Yashirib nima qildik? Bir vaqtlar shu qiz bilan Hollining ishqiy munosabatlari bo'lgan. Bolasi bo'lmagani uchun erdan ajrab, o'zini ilmga baxshida qilgan qiz avvalo Hollini, keyin esa tarix ilmini sevardi. Hatto Holli uni tashlab ketganidan keyin ham Nozli Holliga vafodor bo'lib qolaverdi. Bir xil kuchuklar o'z egasiga qanchalik sadoqatli bo'lsa, Nozli Holliga shu qadar bog'liq edi. Holli qo'ng'iroq qilgandan sevinib ketgan Nozli gapini ham yo'qotib, nuqul Hollijon derdi. Nozli, menga qara. Sening telegramingga 4 ta tanganing suratini jo'nataman. Shu tangalar haqida ma'lumot topib qo'y. Bugun soat 6 da Kishmish restoranida uchrashganda aytib berasan.
Holli tangalar rasmini Nozliga yuborganidan keyin o'z boyligini uydagi seyfga solib qulflab qo'ydi. Holli Turkiyadagi mehmonxonada ko'rgan seyfdan birini olib o'rnatgan va mo'yka daromadini shu seyfda saqlardi. Kechasi bilan yaxshi uxlamagan Holli to'shakka ag'anab, qotib toshdek uxladi qoldi. Uyg'onganida soat 5 ga yaqinlashgandi. Holli kechroq qaytaman. Kechki ovqatga meni kutma deya xotiniga zardali hukinib gapirib ko'chaga chiqdi. Oldin tarix institutiga borib Nozlini oldi. Keyin metan zapravkani aylanib o'tib, Media Park orqasidagi Kalsavoy yo'lga tushib, Kishmish restorani oldiga bordi. Kiraverishdagi chiroqchilik bola Hollini tanib, mashinani park qilish uchun kalitni oldi. Nozli mashinadan tushib, bitta o'zi restoran ichiga kirdi. Chiroqchilik bola Nozlini restoranning alohida xonasi, ya'ni kabinaga olib kirib, "Kennayi nima ichasiz?" deb so'radi. Holli bo'lsa, odatiga ko'ra oldin noz chekib, keyin restoranga yakka o'zi kirdi. Ehtiyot shart. Kabinaga kirgani on Nozli Hollining quchog'iga otildi. 2 minutcha o'pishib, so'rishib bo'lgach, Holli Nozlining qo'lidan ushlab yoniga o'tkazdi. "Men kola ichaman, ruldaman. Sen har doimgiday tambur chala qol", dedi Holli. Tambur bu Toshkent sharob zavodida ishlangan 3 yillik konyak edi. Holli Nozlining qadahiga konyak to'ldirib, "Qani oldik, sevgi muhabbat uchun. Xudo xohlamasa uchrasharmidik", dedi va tez maqsadga o'tib tangalar haqida so'radi. Beshbuloqlik Nozli chor davri bo'yicha mutaxassis edi. Tanga haqidagi ma'lumotlarni bir qog'ozga yozib kelibdi. Holli qo'liga olib o'qidi. Bu Nikolay oltin chervonitsi degan tanga. Diametri 22,6 mm. Og'romi 8,6 gram. Tanga tarkibida 7,74 gram 900 probali oltin bor. Tanganing avers tarafida Nikolay II matn bilan o'ralgan byusti zarb etilgan. Revis tarafida esa Rossiya imperiyasi gerbi va 10 rubl degan yozuv va zarb qilingan yili bor. Bu tangalar narxi lom oltin narxidan qimmat. Numizmatlar uchun tarixiy ahamiyati bor. Tanga girdida 2 yulduz zarb qilingan. Bu tanganing Bryusselda zarb qilingani ishorati bo'lib, tanga qiymatini yanada oshiradi. Tangalardan biri o'ta qiymatli hisoblanadi. Chunki u 1899-yili zarb qilingan. Qolgan 3 ta tanga 1911-yili zarb qilingan. 1899-yilgi tanga agar qalbaki bo'lmasa $20,000 narxda. Qolgan 3 ta tangani numizmatlar donasini 10 mingdan sotib olishi mumkin. Umumiy narx eng kamida $50,000. Holli matnning oxirgi satrini qoniqish bilan o'qidi va o'ziga ham konyak quydi. Nozlining savol nazari bilan boqishiga javoban Holli taksida ketamiz. Moshin Kishmishning oldida qoladi, dedi. Qadahdagi konyakni sipqorgan Holli zakuskasiga Nozlining labidan so'rib o'pdi. Restoranning katta zalida qo'shiq yangrar va hamma raqsga tushardi. Davomi bor.